Bilaman, Azizbek sizga nima dedim? Bu eski mashina, bunga unaqa og'ir narsalar kerak emas. To'g'riladingizmi, siplar, tiqdingizmi o'zi buni? Bilay. Endi nima qilaman? Bilay. To'xtang. Yuryapti-yu, Xudoga shukr. Nodam sug'urdilar mana qabrlarda bo'lmasa. Unaqa gapiryapmiz. Uf, men sizga telefon bo'lib qoldi. Alo, eshitaman. Ha, bu Mark. Tez meni idoramga kelib ket. Idora? Tomingiz ketdimi? Qanaqa idora? Men Markman deyapman. Janob Mark, uzr. Bo'ldi, hozir boraman. Nima bo'ldi? Telefonda aytolmayman. Buni kelsang gaplashib olardik. Bo'ldi, hozir boraman. Uf, menda qanaqa gapi bo'lishi mumkin buni, ha? Ona enimgir. Azizbek, men sizga aytdim, oling qo'lingizni, tegmayman shu mashinaga. Bashiringizga oyog'im sizni. Ha, nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi? Mark chaqiryapti, bilmadim. Yana nimadir bo'lganmi deyman-da. Mayli, bo'lmasa Azizbek, tak хотя бы pistoletimni olaydi, uni oldiga borish juda ham. Men buni kiyib olgandim, yetisham esdan chiqibdi. Azizbek yomon chaqirib tashlaydi odamni. Planshetda ko'chada yursam, mentli ko'rsa bormi? Voy. Mayli, pistoletimni olaydi. Endi Mark nima chaqirgan ekan? Uni oldiga qurolsiz borish juda ham opasniy. O'shuki, bu shahardagi eng katta mafiya. Va nimaga meni chaqirdi? Chuya praviz yo'q sizda, Jalol. Tomish ketdimi? Prava o'zi menda bo'lsin-da. Praviz yo'q-ku. Prava bor. Praviz bo'lsa ham, bo'lmasa ham tushing. Qarachi, yoqmayapsiz. Osib tashardim-u. Yordamchimsiz-da. Mayli, o'tiring. Yordamchi? Tezkar emasmi? O'zi men sizni bu ishga olib kirganman. Lekin Azizbek, ishimiz juda ham yomon. Mark chaqiryapti, demak bu yerda juda ham katta narsa bor. Hozir boraylik, bilamiz nimaligini. Azizbek, bu mashinaga boshqa oyog'ingizni qo'ymang, tushundingizmi siz? Xo'p, buncha baqiraverdingiz. Xo'p. O'zi bu ishdan kechishimiz kerak, Azizbek. Oxiri yomon ish, oling bu ishni. Oxirida baribir qanaqadir yomonchilik bo'ladi. Men mashina yurmayapti, bo'lmasa-ki, yurishini qarang, qatta o'zi. Azizbek aytgancha, yangi mashina olibsizmi? Nomi nima edi uni? Gelik, Mercedes. Tutyapti mashina, Azizbek. Ben qaragandim, hammasi joyida edi. Hammasi joyida, lekin mashina tutyapti-ya. Azizbek, kallangizni yo'raman. Voy, portlabam ketdi. Nimadir yonib ketdi, tushib ketdi. Bilmadim, ko'rmadim xullas. Men bunaqa BMW olsam bo'ladi, pul bor. Lekin Azizbek gapi eshiting, juda ham katta uylar olib tashlaysiz, mashinalar olib tashlaysiz. Mana olsam bo'ladi, просто biz tixa yurishimiz kerak. Bilasiz, ishimiz juda ham qora ishligini. Lekin killerda nima ishi bor ekan uni? Tushunmayman. Men mashina yurmayapti. Buncha nodonligiz. Nima qilay boshqa? U peshku yurgan 1000 marta yaxshiroydi. Mana menimcha mashina olaman. Tanishlaringiz bormi? Bitta tanishim bor. Dan servis yana. Dan servis? O'z rasmini nomiga qo'yib qo'ygan. Bo'lmasa o'sha yoqqa boraylik, menga tuzukroq mashina olaylik. Men buni yurishini qarang bu. Nodam o'shardan oldin aytgandilar. Mana shu mashinani senga berganman, qarochi. Yaxshilab haydab yurgan deb. Chalot, lekin bu mashina boshimga mayli. Yurishini qarang bu onangning gurra nima bu? Oxiri yetib keldi. Bu mashinada yurish juda ham. Azizbek, oyog'ingiz artizmi o'zi? Men sizga 1000 marta aytdim, bu sizga kino emas, bunaqa sakrab tushib oyog'ingizni sindirasiz bir kun shunaqa kelib. Basharingizga oyog'im sizni. To'xtang, men kutib turaylik, hozir chaqiradi. Oxiri Markam chaqirdi. Qarang, tayyor turing, baribir u endi mafiya, nimadir reja qilib chaqirgan bo'lmasa ish qilib. Mayli. Bismillohni aytamiz va sekin tushib olamiz. Okay. Yigitlar, nima gap? Charchayapsizlarmi? Janob Mark, boboyim. Shu yerda kutib turasiz, Azizbek, men gaplashib chiqay shunda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Skorpion, yaxshimisan? Charchayapsan? Anchadan beri ko'rishmagandik, xullas gapimni eshit. Bilasan, biz mafiyamiz va bizda juda ham yomon ishlar qilamiz.
Ha, buni bilaman. Dangaliga o'ting. Xullas, bitta Terpilla bor. U Terpilla birinchi meni oilamga qo'shildi va boshqa mafiya oilalariga qo'shildi. Va uni biz haydab yubordik oxiri. Nimaga desang, hamma oiladan qaytlagan sababi u Terpilla edi. Oilani ichida urush chiqardi. O'shaning uchun uni oilamizdan haydab yubordik va boshqa oilalar ham uni haydab yubordi. Va meni hamma qolgan boshqa oilalarni yomon ishlarini bilib qo'ygan. Va uni mentlarga aytmoqchi. Uni atrofida adashmasam 50 tacha ment bor. Hozir xotirasini yo'qotgan, xotirasiga qaytmoqda. Xotirasi qaytsa bormi? Xullas sen borib uni o'ldirishing kerak. 50 ta militsiyasiga qo'shib va o'zini ham. Pul juda ham katta. Puldan xavotir olma. Men oddiy killerman. Men qanaqadir borib turib, ularni o'ldira olmayman. Tomis ketdimi sizni? Ha, men senga ishonaman. Men bu ishni qila olmayman. Meni ortimga qarachi o'sha gap. Xo'p, nima qilishni ham bilmadim. Bo'ldi, bo'lmasa kechqurun borib, lokasiyani tashab qo'ysangiz, ha, juda ham uzoq emas. Shuni uni o'ldirib yo'q qilsang, Skorpion, peshanangdan olib qo'yardim o'zim. Yo'q, shart emas. Lekin qarang, pul joyida bo'lsin. Meni bilasiz. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, lekin pulni talab qilib olaman, ha? Ha, bunisidan shubha qilaman. Sizga ishondim. Bo'lmasa kechqurun biz boramiz va shu oxirgisi. Xo'p, bo'pti. Basharingizga gap eshittirishni qaraman mana. Charchamanglar yigitlar, sog' bo'linglar. Azizbek, qarochi bizda juda ham katta problema bor. Mark bizani 50 ta militsiyaga qo'shib, bitta Terpilani o'ldirishimizga so'rayapti. Kim bu? Rostdan ham kim bu? Siz meni gapimni eshitdingizmi o'zi? Ha, eshitdim. Xullas 50 ta militsiya va bitta Terpilla. Kim bu? Shunaqa. Xullas, kechqurun ishni boshlaymiz. Oyligi juda ham katta ekan. U, qarochi hamma mayli. Kechqurun yo'lda mashina takoy etib beraman. Ibotni Azizbek, eshiting. Litsenziyangiz bo'lsa ham bu yoqda chiqarmang. Yonimizda mafiyani bunkeri bor. Bunker demaganicha joyi bor. Hozir mentlar ko'rsa mazga qilishni boshlaydi. Xo'p. Hozir aytmasangiz nima qiladi? Aytolmani kechqurun aytaman-da. Men senga tegmayman, mana jalot. Qotilmisiz nima balo? Mayli, ketdi, yuring. Kechqurun o'sha yo'lda aytib beraman. Janob politsiyachi, odamlaringiz shu yerdami? Hammasi ishqim meni shimilda ketmaydimi? Sen xavotir olma. Qara, hamma narsa esiga kelyaptimi? Esiga kelishi bilan hammasini menga ayt. Qarochi, voy ketib, fashona qo'y. Og'zi shalom politsiyachi, lekin nima adresim kelyapti, senga aytmayman. Kechqurun bo'ldi. Azbini ham chaqirib qo'ydim. Hozir o'sha marka ishi bilan otilamiz. Xo'p, branshletlarni pastga tushirib qo'ydim. Hech kim ko'rmaslikdan juda ham sirli. Pastganda hozir qayerligini ko'rsataman. Xo'p. To'g'risini aytsam, juda ham yoqmayapti mark bilan ishlash. Ilojimiz yo'q. Yaxshi pul to'layman. Ayniqsa bir nechta mafiyalar bo'lsa, davlatimizda va bir adashmasam 7 tacha mafiyani sotish siri bor unda. Lekin balkim 7 ta mafiyani sirini mentiga bilasam ekan. Yo'q. Mayli, men unaqa qilmayman. Xo'p. Davayta tushib olam, nasarimni olaman. Opman, deb qo'y, hishim kelib qolmasin ish qilib. Kamerani har ehtimolga qarshi olaman. Mayli. Tak, marshmallow, bu juda ham o'zimga yoqadi. Kechqurun nega kiyib olmayapti? Jalot buni. Voy. Welcome team. Va ta-ta-ta-tan. Menda marshmallow. Okay. Xo'p, mikrofonim juda ham zo'r. So'ng yurasizmi? Va branshletni olamiz va sumka u yoqga patrollarni solib olishim mumkin. Voy, qanaqa kiyardi buni? Popkani tepaga edi va sumkani branshlet joyiga edi. Okay, va ko'rishinglar mumkin. Men tayyorman. Xo'p, endi esa buning ichiga patrollarni solib qo'yishim kerak. Nega solsam ekan? Qiziq. Davayta 3 ta qo'yalari inventorda tura qolsin. Azizbek juda ham loylada, mana shu oq moshani ko'tlarga tiqdilar. Endi shunaqa yana gapirasizlarmi deyishinglar mumkin. Shuga asamim chiqib ketdi. O'shardan oldin menga buni meros qilib ketgan. Bu menga juda ham og'ir, lekin
sizlarga bu yengil tuyulishi mumkin. Vintovka balki kerak bo'lib qoladi va mana M4 juda ham yengisi va buni men Rossiyadan 1 yil oldin zakaz qilgan edim va yangi takoy. Hali ko'p anaqalarga zakazlarga olib borganim yo'q. Bitta zakazga olib bordim. Okey. Xo'p, pastdan patron turmasin, давайте shuni sho'ga olib qo'yamiz. Ikkitasini bu yoqqa va bu ikkitani bu yoqqa. Okey, va qarasizlarki, men tayyorman. Qilich demay, bля. Pichoq olaman. Pichoq kerak emas. Bolta olamiz. Давайте mentani boshini chopamiz. Lekin bu shahardan ketish kerak bu missiyani bajarib. Baribir bajaramiz, anu bo'lsa ham o'zi oxirgi missiyadan keyin surib qolgandek почти. Tak azbeni o'zi mashina o'zi kelib qoldi. Ancha kelib qo'ygan bo'lsa kerak. Ana yopdik. Gülük. Basharangizga oyog'im sizni. Olganingizni qarang. Tezroq o'tira qoling, jalotmisiz? Maskasidan qoling siz oldin. Ha, taqaba, buncha juda ham adamga o'xshaysiz jalot. Baqiraverasiz, adam o'titganlarga 5 yil bo'lgan, lekin qanigacha shu adamga o'xshagan odam oldin yuribdi. Ko'p gapirmang xullas. Aytasizmi endi bo'lgan narsani? Da, aytaman. Faqat qarang, turib ketmasin shetillar. Xullas qarang. Tez aytaman. Terpilla bor. U terpilla mana shu davlatimizdagi 7 ta shahardagi hamma oilalarga qo'shilgan va hammasini sirini bilib qo'ygan. Lekin xullas uni 7 ta mafiya oilasi haydab yuborgan. Nimaga? Chunki u oilaning ichida urush chiqargan, bir-birini, короче, shunisi balobatlar qilgan va o'shancha uni hamma haydab yuborgan. Ularning hammasi alamini olish uchun u metaga ketmoqchi, lekin hozir boshini urgan, xotirasi yo'qotgan. Bunchalik gapirdingiz jalot. Короче, gap shu. Va mana yetib keldik. Okey, qara sekin sho'lil o'zbek. Opa. Ochmadan keyin nima dedingiz ovqatlanishga? Qanaqa ovqatlanish? Birinchi reys bilan ertalab to'g'ri uchib ketamiz. Xullas, Azizbek, tayyormisiz? Ha, tayyorman. Aytgancha, ertalab birinchi reys bilan uchib ketamiz deysizmi? Bunaqa narsadan keyin nima qilmoqchisiz? O'zi oxirgi missiyasingizda. Nima bo'lganida? Menga ham qoldiring. Azizbek, qani ketishimizdan oldin bir короче gapimni chiqarib qo'yaman. Bo'la. Nima bo'ldi? Sizga Scorpion gapingizni chiqarib qo'yasiz. Kimdir sevib qoldingizmi? Tomiz ketdimi siz? Naryoga o'ynaymi? Men kimdir sevib qolishi mumkin emas. Axir men tegmayman-ku. Bilamiz. Azizbek, ko'p gapirasiz, jalot. Hozir nima hozir? Bo'ldi, gapirmadim men sizga. Qani, davay. Stop, F5 bilan qarang-da, qani kim bor ekan? Qani, men o'ylama, yo'kalaringcha. Hammani bitta mazani qo'shiraman jalotlar. Qani, opa, minus. Okey, qani kengizda. Opa, короче, bitta snayperkada juda ham takoy. Yaxshi ham mana shu vintovkani men juda ham o'q tugab qoldim, blin. O'shancha men sizga aytdim. Azbek anchasini damini beraverdi-ya. Ha. Lekin qarang, kattaroq bagajyoniga qarang, vintovkangizga atiga 10 tadan keyin tugaydi. O'qinaverib emasmi? To'g'ri sezsangiz, keling demaylik, aybalni qo'ya qolaylik. Nima farqi bor? Balki obunachilar hammasini bilib olishdi. Voy, bu yerda ko'pligini. Onangning mana aytganchalik bor ekan, opa, qani sekin. Onangning terpiyoligi shunchalik katta sirri bor. Voy, Azbek. Shu odaman. Projektni zo'r ko'rmadan o'qib qo'yasiz. Bularni kichkinagina arzimadan o'ta olmaydi. Короче, Azbek. Qarang, himoya qiling. Opa. Minus. Хорошо, Azbek ochish xatoni oldingiz. Scorpion, ko'p gapirasiz jalot. Axir birga o'qiganmiz-ku. Ha, uzr, yodni ko'tarilibdi. Menimcha qomada qani stop buni bolta bilan bir chopiydi. Basharangizga oyog'imsiz, men kim otdim-ku jalot. Tomiz ketdimi siz? Boshingizni otib qo'ysanchi. Bu mentlarning aqliga yetmaydi. Bularning aqli juda ham past. To'xtang, men buni bolta bilan kirib boraman. Tomiz ketdimi sizni? Qani, jonim yo'qolmadi. Sizga nima dedim? Qani sekin, men onangni murla. Azizbek, qochib o'tiraman sizni hozir. Давайте, lekin Azizbek, zakaz qilgan bironingiz hali fan berdi. Siz nima qilganingiz? Zayn to'qaga kirib boryapsiz. Azizbek, qani 1, 2, 3 mana kelaring mana sizlar. Давайте, qani Azizbek, oting. Ha, ya musorlar.
minus hammasi. Azizbek, juda ham zo'r ketyapsiz borgan sari. Xo'p, mayli. Qani shu yerdami terpildi? Qani? Voy, nima bu negr-ku bu? Negr? Wow! Qani negrlardan o'zi asabim chiqib turadi. Qani ayma kech ukam. Men hech qilmagan, meni kechinglar iltimos. Nima balo bu? Tug'yaptimi bu? Bu ketib qoldi-yu. Xo'p. Короче, hammasi hal. Juda ham osonlik bilan bitdi. Azizbek, qani endi bu yerdan sirasi lamani berish kerak, bilasiz-a? Orqamizdan hozir harbiy armiya anaqadan kelishadi. Buni kinolarda ko'rgan edim. Qanaqa kino? Oddiy beytlar keladi-ku. Azizbek, o'ylab ko'ring, elitiment o'ldirdingiz. Endi esa harbiylik keladi. Harbiylar ancha-muncha aqlliroq bu musorlardan qaraganda. Ha, ishonchim komil. Yo'q ham qarab qo'ying, ikkita guvoh qolib ketmadimi bu yoqda? Tak. Yo'q, menimcha yo'q. Qarab qo'ysa hech narsa qilmaydi, Azizbek. Xo'p. Shunaqa qilib qayerga ketamiz? Shunaqa qilib biz Shveysariyaga ketamiz. Juda ham zo'r davlat. U yoqda uncha bilinmaydi. Aholi ham kam, oyligi ham zo'r. U yerda oq ish qilsa ham bo'ladi. O'qish, menga to'g'ri kelmaydi, bilasizku, Skorpion. Ha, bilaman sizni. Lekin Azizbek bu ishda oxirgacha qolsa oxiri voy. Qamoylik yana nimadirlar. Xullas Azizbek tinchgina qo'ying. Shu ishdan ketamiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Men hardan to'g'ri gapirganman, loy. Xo'p. Bo'lmasa qani orqaga o'tiraman. Men shu yerda juda ham oyog'im og'rib ketdi. Faqat tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Mana eshigingiz ochildi. Voy, nihoyat. Endi maza qilib ovqatlanish mumkin. Yana qanaqa ovqat? Hozirgina Azizbek aytib turaman sizga. Biza ketishimiz kerak. Ha, uzr. Xo'p. Xullas, hammasi tayyor, hujjatlarni tayyorlab qo'yganman. Ertalabki soat 4 da uchib ketamiz. O'sha tongga ham otyapti onangning bu ishni bitirgancha. Ha, pul bo'ldi. Pulini kartaga tashlaveradi. Bu juda ham bo'lmasa shu yoqqa kelib, mafiyani mazasini qochirib ketamiz. Ha. Azizbek, bizani oldinda juda ham ko'p narsa kutyapti. Bundan keyin yaxshi hayot sizga ham, o'zimga ham tilayman. Bu yo'ldan kechimiz kerak.